Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin el-Amin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ya hamdlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve selamlar olsun. 83. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve iz ahazna mithaqa bani İsrail la ta'buduna illallah ve bil valideyni ihsana. Ve zil kurba vel yetama vel mesakini ve kulu linnâsi husnen ve akimus salate ve atuz zekate thumme tevelleytum illa qalilan minkum ve entum mu'ridun. Bir vaqt eslang, bir vaqt Banu İsrailning so'zlarini, misaq ya'ni ahdi paymon, so'z, ana shu va'dasini olganmiz. Faqat Allohgagina ibodat qilasizlar, ota-onaga yaxshilik qilasizlar, shunday qilinglar deb, qarindoshga yaxshilik qilinglar, yetimlar, miskinlarga, odamlarga yaxshi so'z so'zlanglar, namozni qoyim qiling, zakotni beringlar deb ahd olganmiz. Keyin sizlar ya'ni oz qismingizdan tashqari ko'pchiligi sizlar mana shundan ketib qoldingiz, yuz yugurgan holda ketib qoldingiz deyilyapti. Mana shu oyat karimada aytilgan shariat qonunlari, mana shu oyat karimada aytilgan buyruqlar Alloh taolo hamma shariatda buyurgan dinning asoslaridandir. Chunki umumiy manfaatlar bu umumiy manfaatlar o'z ichiga olgan bu oyat karimalarda. Hamma vaqtda ham, hamma joyda ham. Shuning uchun mansux bo'lmaydi. Shariatimizda boshqa shariatlarda ham shunday nima bo'lgan? Nosix mansux degan hukm bor. Ko'pchilik bilsa kerak. Alloh taolo vaqtincha ba'zi bir hukmlarni joriy qiladi-da, keyin u hukmlar muvaqqat bo'ladi. Muvaqqat vaqtincha bo'ladi. O'sha vaqtga kerakli bo'ladi-da, undan keyin bekor qilinadi uni. Shuni mansux deyiladi. Bu oyat karimada aytilayotgan buyruqlar, bu oyat karimada aytilayotgan shariat hukmlari hamma joyda va hamma vaqtda manfaat bo'lgani uchun hech qachon bekor bo'lmaydi. Dinning asosi kabida bu. Dinning asosi qanday? Doim nima deydi? Hukmda. Doim hukmi bekor bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Xuddi shuni singari hukmlar ham. Shuning uchun Alloh taolo buni boshqa bir oyatda ham buyruq qilgan: "Va abudulloh va la tushriku bihi shay'an." Faqat Allohga ibodat qiling, Allohga hech kimni teng qilmang, hech narsani deb aytilgan oyat karimlar ko'p endi. Va iz akhadna, mana shu oyatlarning sharhini boshlaymiz Sa'diydan. Alloh taolo aytayaptiki, Banu Isroilning ahdlarini, so'zlarini oldik deyapti. Misaq o'sha va'da, ahdi. Bu mana shu oyat karimadan tushunamizki, Banu Isroilning qalbi shunaqa qattiq odamlar bo'lgan. Qanday buyruq bersa, doim bo'yin tovlagan bular. Istasav degani, ya'ni bo'yin tovlagan. Darrov bajara olmaganda. Allohning buyrug'ini faqat shu og'ir bir qasamlar, ya'ni ishonchli qilib olingan ahdlardan keyin bajarishgan. Qilasanmi shu ishni? Qilishing kerak. Bunga va'da bergin degan buyruq bilan yoki boshlariga tog'ni keltirib, shunaqa bir qo'rqituv bilan so'zini olinganda, qalbida iymoni juda zaifligi uchun. Allohning buyrug'i bo'lgandan keyin darrov musulmon odam, mo'min odam darrov sami'na va ata'na deydi. Allohgagina ibodat qilasizlar deb ahd olganmiz deyilyapti. Bu yerda yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilish, shirk, Allohga kimnidir teng qilishdan qaytarish bo'lyapti. Bu dinning asosi. Hamma amallar mana shu bilan qabul bo'ladi. Agar bu bo'lmasa, qabul bo'lmaydi. Chunki amallar asosi shu. Allohning bandalarining ustidagi haqqi ham shu. Ibodat, Allohga hech kimni teng qilmaslik. Ota-onaga yaxshilik qilasizlar deb Alloh aytayapti yana. Ota-onaga yaxshilik qilish deganda yaxshilik nima degan savol bo'lishi mumkin, to'g'rimi? So'zdagi va amaldagi yaxshilik. So'z va fe'ldagi, so'z va amaldagi yaxshilik. Ya'ni shu ota-onaga yaxshilik bo'ladigan ishlar hammasi shunga kiradi. Bu yerda ota-onaga yomonlik qilishdan ham qaytarilyapti. Yaxshilik ham, yomonlik ham qilmaslikdan qaytarilyapti. Chunki insonga farz bo'lgani yaxshilik qilish. Yaxshilik qiling deganda buni teskarisidan qaytaryapti. Yomonlik qilmang va yaxshilik ham, yomonlik ham qilmayman degandan to'xtaling. Yaxshilik qilish kerak. Ya'ni men ota-onamga hozir yaxshilik qila olmayapman-u, yomonlik ham qilmayapman degan so'zdan ham qaytaryapti bu yerda. Yaxshilik qilish kerak. Ya'ni u ham emas, bu ham emas bo'lmasin. Al-isaatu ikkita narsadan qaytaryapti. Ya'ni yaxshilikning ziddi ikkita narsa. Yomonlik bu endi gunohi og'irroq buni. Yaxshilik qilmay yurish ham, yomonlik qilmasa ham yaxshilik qilmay yurish o'zi ham shariatda qaytarilgan, harom, taqiqlangan. Lekin o'sha albatta yomonlik qilishchalik bo'lmaydi-yu. Ota-onasiga yomonlik qilganchalik bo'lmaydi-yu, ammo baribir undan qaytarilgan. Qarindoshlar ham shunday, qarindoshlarga aloqa qilish, yaxshilik qilish, yetimlar, miskinlarga deyilyapti. Endi yaxshilikning tafsilotini aytaman desa,
uni son bilan tugatib bo'lmaydi. Mana bu yaxshilik deb sanab chiqib bo'lmaydi. Shuning uchun buni ta'rif berib aytyapmiz. Had degani shu chegarasini bildirib aytyaptiki, so'zdagi bo'ladimi, amaldagi bo'ladimi, hamma yaxshilikni qilinglar deyilyapti. Undan keyin umumiy insoniyatga yaxshilik qilishga buyurilyapti. Va qulu linnasi husnan. Odamlarga yaxshi gap gapiring. Yaxshi gapning ichiga kiradi, masalan, yaxshi ishga buyurish, amr ma'ruf deymiz-ku. Yaxshi ishga buyurish, yomonlikdan qaytarish, ilm o'rgatish odamlarga, ho diniy, ho dunyoviy ma'lumot. Ilgarilarda usta odamlar, hunarmand odamlar muqobilsiz o'zini hunarini o'rgatib ketardi-da. Ya'ni muqobil olsa ham bo'ladi, lekin shu o'zi aslida ta'lim berib qo'yish o'zi ham katta bir fazilat. Shunga buyurilyapti. Salom berish, masalan, yaxshi so'zga kiradi. Odamlarga yaxshi so'z ayting deganda, ser salom bo'lish, yuzi ochiqlik masalan. Umuman hamma shirin so'zlar kiradi. Endi insonlarga molingizni yetkiza olmaysiz. Hamma odamga yaxshilik qilib, ya'ni pulingiz yetmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun insonlar kuchi yetadigan ish aytilyapti bu yerda. Hamma maxluqqa, butun maxluqotlarga, butun yaratilganlarga so'z bilan yaxshilik qiling. Mana shu so'z bilan yaxshilik qiling, yaxshi gap gapiring deganning ichida qabih so'zdan, yomon so'zdan qaytarilyapti. Odamlarga yomon gapirmang, hatto kofirlarga bo'lsa ham. Shuning uchun Alloh boshqa oyatda ahli kitoblarga munozara qilsangiz, eng yaxshisi bilan munozara qiling, eng yaxshi gap bilan deyilgan. Alloh taolo bandalarga bergan odobidandir inson so'zlarida, fe'llarida, amallarida pokiza bo'lishi. Chegaradan chiqadigan bo'lmasligi. Fahsh degani chegaradan chiqish degani. Chegaradan chiqmaydigan bo'lish kerak. Ya'ni halimligi keng bo'lsin. Har bir odamga mujomala qiladigan bo'lsin. Ya'ni muomala, chiroyli muomala, odamlardan yetayotgan aziyatga sabrli bo'lsin. Bular hammasi Allohning buyrug'ini bajarib, Allohning savobini umid qilib, ya'ni insonlardan tama emas, Alloh shunga buyurgani uchun. Keyin namozga buyuryapti, zakot berishga buyuryapti. Chunki yuqorida aytildi, namoz bu yaratganga xolislik bor buni zimnida, zakotda esa yaratilganlarga yaxshilik, Allohning qullariga. Mana shunday chiroyli, yaxshi amallarga buyurib turgandan keyin ham aqlli, ya'ni basirati bor odam qarasa, Allohning bandalarga bergan yaxshiligidan o'zi asli shu buyruqlar berishida, yaxshi ishlarga buyurishi. Alloh taolo o'zi fazl qilib, in'om qilib bergan buyruqlar o'zi bular. Yana ahdnomini olgandan keyin, so'zini olgandan keyin ketib boryapti bular. Alloh ularga sizlar ketib boryapsizlar dedi. Ya'ni ketganda ham yuz o'girib xohlamasdan, chunki bir narsadan ketgan odam qaytib kelishi mumkin-da, to'g'rimi? Lekin bular bir yo'li, ya'ni yuz o'girgan holda ketyapti. Rag'bat qilmaydi, qaytib kelish niyati yo'q bu buyruqlarga. Faqat ozginasi bundan mustasno. Alloh taolo ya'ni noto'g'ri tushunib qolmasin, Musa alayhisolamning qavmlaridan, Iso alayhisolamning qavmlaridan hammasi yomon bo'lgan ekan demasin deb Alloh ajratib qo'yapti. Ozgina qismi bundan mustasno. Ko'pchiliklari esa Allohning buyruqlaridan ketib qolgan, yuz o'girgan holda. Alloh taolo ozlarini asragan, ularni sobit qadam qilgan. Va iz akhazna mithaqakum. Yana bu yerda bir qissa kelyapti. Bir vaqt sizlarning ahdlaringizni olganmiz deydi Alloh. Qonlaringizni to'kmaysizlar. Bir-biringizni, ya'ni la tukhrijuna anfusakum degani, o'zingizni qoningizni to'kmaysiz degani, bir-biringizni qonlarini to'kmaydi. Bir-birlaringizni vatanidan quvib chiqarmaysizlar deb Alloh sizlardan ahd olgan. Keyin sizlar shunga iqror bo'lgansiz. Shohid bo'lgan holingizda. Keyin ey bu sizlar bir-biringizni o'ldiryapsiz. Bir guruhini vatanidan quvib chiqaryapsizlar. Ularga qarshi yordam beryapsizlar dushmanlarga, gunoh bilan, tajovuz bilan, nohaqlik bilan. Asr bo'lib kelsa, asrlari esa pul berib qutqarib olyapsizlar. Fidya, ya'ni pul berib qutqarib olish. Holbuki o'zi vatanidan chiqarib yuborish ham, yurtidan chiqarib yuborish ham harom edi. Sizlar kitobingizni bir qismiga ishonib, bir qismiga kofir qilasizlarmi? Bir qismiga ishonib, bir qismiga ishonmaysizlarmi? Bunday qilganlarning jazosi, sizlardan shu ishni qilganlarning jazosi dunyoda xorlikdir. Dunyo hayotida, oxiratda esa eng qattiq azobga qaytariladilar. Alloh qilayotgan ishlaringizdan g'aflatda emas. Bu insonlar dunyoni sotib olgan insonlar, oxiratni berib dunyoni sotib olgan insonlar. Ularning azobi hech qachon yengillatilmaydi, ularga yordam berilmaydi deyapti. Bu oyat karimada aytilgan amal shundan iboratki, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinada bo'lganlarida o'sha vahiy kelayotgan vaqtdagi ishlar bu. Yahudiylar Madinaga kelib joylashgan.
Chunki o'zlarining kitobida shu yerda payg'ambar chiqadi degan narsani o'rganganda ularning kitobida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni juda ham batafsil aytilgan. Alloh Rasululloh haqida shunaqa ma'lumot berganki, xuddi bolasini taniganda aytanardi-da. Madinaga kelib joylashganda Madinadagi arablar, endi arablar u vaqtida samoviy dinga aloqasi bo'lmagan, Avs Xazraj qabilasi bo'lgan. Bu Avs Xazraj qabilasi bir-biri bilan urushib turardi. Bizda ham millatlar o'rtasida urush bo'lib turadi-yu, bitta urug'dan bo'lsa ham. Mana shunday urushib turishardi. Janjal, ya'ni qon to'kishlar bo'lardi. Hozir o'sha Avs Xazraj keyin Rasululloh vaqtlarida ansor bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yuborishlaridan oldin mushrik edi bular. Johiliyat odatiga ko'ra bir-biri bilan jang qilar, urushardi. Shu 3 ta guruh, Yahudlarning 3 ta qabilasi, Banu Qurayza qabilasi, Banu Nazir qabilasi, Banu Qaynuqo qabilasi Madinaga joylashgandan keyin har bir guruh shu Madinadagi bitta urug' bilan ittifoqdosh bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Ya'ni ikkita qabila urushyapti bir-biri bilan. Yahudlar kelib joylashgandan keyin bittasi Avsga, yana bittasi Xazrajga, yana bittasi yo bunisiga ittifoqdosh bo'ladi. Hozir ham ittifoqdoshlar bo'ladi-ku, to'g'rimi? Masalan, davlatlar bir-biri bilan ittifoq qiladi dushmanga qarshi. Mana shunday qilishadi. Keyin har bir guruh o'zini ittifoqdosh bo'lgan guruhi bilan shu Madinaliklardan nargilarga qarshi jang bo'lsa, nargi tomondagi Yahudiyga qarshi yordam berardi. Ya'ni o'zini guruhiga yordam berish kerak-ku, to'g'rimi? Avs bilan bo'lganlar Xazraj bilan bo'lganlarga qarshi urush qiladi. Nargi tomonda esa Yahudiylar bor yana. Ya'ni Yahudini o'ldiryapti. Yahudini o'zini diyordan quvib chiqaryapti. Ya'ni o'sha surgun, shunaqa talon-taroj ishlar qilishadigan bo'lsa, keyin urush ishlari tugagandan keyin, urush o'zini muammolarini to'xtatgandan keyin, orada agar asrlar bo'ladigan bo'lsa, bu o'zimiz Yahudiy edi deb bir-birlarini pul berib qutqarib olardi. O'zi aslida uchovi ish ham buyurilgan. Ya'ni Qur'on ularning kitobida, ularning shariatida bir-biringizni o'ldirmanglar, bir-biringizni diyordan quvib chiqmanglar degan buyruq bor. Mabodo agar Yahudiy qayerdadir asrga tushib qolsa, fidya berib ozod qilinglar degan buyruq bor. Lekin ular shu uchovi farz bo'lgan ishni qilmasdan faqat bittasini qilishyapti. Urush bo'lgan paytida nargi tomondagi Yahudiyni o'ldiradi. Surgun qilish kerak bo'lsa surgun qiladi. Lekin asrga tushib qolsa, shu asrga tushganini qilishadi, qutqarishadi. Ya'ni bu yerda Allohning buyrug'i bo'lgani uchun emas, nafsi havosi shuni xohlagani uchun. Tushunasiz? Ya'ni shariatni, Allohning shariatini ko'nglimizga tushgan joyini qilamiz, bizga yoqmagan joyini qilmaymiz desa, bu musulmonchilik emas u. Allohning buyrug'ini inson ko'ngli xohlasa ham, xohlamasa ham qilish kerak-da. Sizlar kitobning bir qismiga ishonib, bir qismiga kofir bo'lasizmi? Ya'ni bir qismiga ishonasiz degani, ya'ni o'sha asrni qutqarib olish, bir qismiga ishonmaysiz degani qatl qilish, yurtidan chiqarish. Demak, mana shu oyat karimadan yana shu chiqadiki, Allohning buyruqlarini bajarish, Alloh taolo taqiqlagan ishlardan to'xtash ham iymonga kiradi. Shariatning buyruqlari iymondan. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum. Bunday qilganlarning jazosi dunyo hayotida sharmandalikdir. Haqiqatda shunday sharmandalik, xorlik bo'ldi. Alloh ularni xor qildi. Ularning boshiga Rasulullohni keltirdi. Oxirgi payg'ambarni Alloh taolo payg'ambar alayhisolamni yuborganda, Rasululloh ulardan qatl qilganlar, asr qilganlarni asr qilganlar, ya'ni qanchasini surgun qilganlar. Qiyomat kuni esa eng qattiq azobga qaytariladi, eng og'ir azobga. Alloh taolo qilayotgan ishingizdan g'aflatda emas. Ya'ni ularga mana shu narsani taqozo qilgan, ya'ni o'zlarining kitobini bir qismiga ishonib, bir qismiga ishonmay qo'yishni keltirgan sabablari Alloh biladi. Ya'ni ular amallari, gunohlari. Ana shular dunyo hayotini oxiratga sotib olyapti. Ya'ni o'zlaricha shunday xayol qilyaptiki, o'zlari ittifoqdosh bo'lganlarga yordam bermasa, uyat bo'ladi, or bo'ladi. Madinaga kelib joylashganda arablarga ittifoq bo'ldi, to'g'rimi? Narigi qabilaga qarshi urush bo'lganda yordam berish kerak. Bo'lmasam or bo'ladi deb do'zaxni, ya'ni ixtiyor qilishdi bular. Ya'ni uyatga qolmaylik degan ma'noda, ya'ni ordan qo'rqib do'zaxni, norni ixtiyor qilishdi. Ulardan azob yengillatilmaydi hech qachon. Ular uchun yordam ham berilmaydi, ya'ni yordamchilar bo'lmaydi. Valaqad atayna Musal kitaba va qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Musa alayhisolamga kitobni berdik, u kishidan keyin payg'ambarlarni yubordik, orqasidan Iso ibn Maryamga ham ochiq hujjatlar berdik. Iso ibn Maryamni Ruhul Qudus bilan qo'lladik.
Sizlarga har safar payg'ambar ko'nglingiz tusamagan narsani olib kelsa, nafsi havoyingizga yoqmagan narsani olib kelsa, kibrlik qilib bir payg'ambarlarni bir qismidan mutakabbirlik qilib, yana bir qismini yolg'onchi qilib, yana bir qismini ya'ni sizlarga har safar payg'ambar kelib, ko'nglingiz tusanmagan, xohlamagan narsangizni olib kelsa, mutakabbir bo'lib, bir qismini yolg'onchi deb, bir qismini qatl qilasizlarmi deb Alloh inkor qilyapti. Bu yerdagi oyat karimalarda Alloh taolo Banu Isroilga bergan o'zining Muso kalimullohni yuborganini, Tavrotni bergan ne'matini eslatyapti. Undan keyin Muso alayhisolamdan keyin shu Tavrot hukmini qiladigan payg'ambarlar ketma-ket kelgan. Rasulullohning bir hadislari bor-ku, Banu Isroilga Alloh taolo ketma-ket payg'ambarlar yuborgan. Payg'ambarlar siyosat qilardi. Ya'ni payg'ambarlar boshqarardi. Bir payg'ambar o'lsa, orqasiga yana bir payg'ambar kelardi. Shuni aytilyapti. Ularning oxiri o'sha to Iso alayhisalom bilan yakunlanguncha. Alloh taolo ularga Iso alayhisalomga ochiq hujjatlari bergan. Ya'ni shunaqa hujjatlarni ko'rib insonlar ishonib kelgan. Shunga o'xshagan hujjatlarni bergan Alloh taolo. Ya'ni dalil isbotni bergan. Yana Iso alayhisalomni Ruhul Qudus bilan qo'lladik deyapti. Ruhul Qudusni ko'pchilik mufassirlar, ko'pchilik tafsirchi olimlar Jabroil alayhisalom deyshadi. Yoki Alloh taolo mo'min bandalarni qo'llaydigan iymon ham deyilgan. Mana shu Iso alayhisalomni Ruhul Qudus bilan qo'lladik deydi. Shuncha ne'matdan keyin, ya'ni bu ne'matlarni ya'ni bebaho, qadri bebaho miqdor, ya'ni qadri juda ham yuksak bo'lgan, qadriga yetib bo'lmaydigan darajada, ya'ni juda ham yuksak bebaho ne'matlar berilgandan keyin lamma atawkum bima la tahwa anfusukum, ko'nglingiz, nafsingiz xohlamagan narsani olib kelishganda payg'ambarlar iymondan bosh tortdingiz. Iymon keltirishdan mutakabbirlik qildingiz. Istakbara, ya'ni o'zini katta olish. Payg'ambarlardan bir guruhini yolg'onchi deb, yana bir guruhini, bir qismini o'ldirdilaringiz. Havoyi nafsingizni hidoyatdan ustun ko'rdingiz. Dunyoni oxiratdan ustun ko'rdingiz. Mana shu oyat karimaning o'zida ularga yetarlicha dashnom, yetarlicha qattiq gap bo'lyapti, vallohu alam. Shu joygacha. To'xtang hozir. Yana bir oyat qolib degan. Va qalu qulubuna gulf bal la'anahumulloh bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Ular aytdilarki, bizlarning qalblarimiz qulflanib qolgan dedilar. Balki Alloh taolo ularni la'natladi kofirliklari sabab. Ular juda oz iymon keltiradilar. Ya'ni payg'ambarlar Rasulullohga aytayapti Alloh taolo. Siz ularni da'vat qilsangiz, qalbimiz qulflanib qolgan, qalbimiz qotib ketgan deb uzr aytadilar. Go'yoki bu bahonadek, bahona emas o'zi. Qalbimizda shunaqa pardalar bor, qalbimizni gunohlar egallab ketgan deb sizga aytayotgan gapingizni tushunmaymiz deyshadi. Aslida bu gap go'yoki bir, ya'ni bilmaganlar uchun bir bahona bo'lishi mumkin deb o'ylayapti-da bular. Lekin bu yolg'on ular gaplar. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, balki Alloh ularni kofirligi uchun la'natladi. Ular Allohning la'natida, Allohning rahmatidan quvilgan, la'natga duchor bo'lgan insonlardir kofirligi sababli. Ular ichida mo'min bo'ladiganlari oz, mo'min bo'ladiganlari iymoni ham oz. Kufr amallari ko'proq deyapti. Mana shu yergacha Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin. To'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Subhanakallohumma va bihamdika, la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.